Assalomu alaykum kanalimizning aziz muxlislari. Qonni suyultiruvchi mahsulotlar. Oshqovoq. Bu shifobaxsh poliz ekinida tanadan ortiqcha xolesterinni chiqarishdek noyob xususiyat bor. Buning uchun tez-tez oshqovoqli taomlar iste'mol qilib turish kerak. Shuningdek, oshqovoq gemoglobinni ham oshiradi. Oqtut. Oqtut mevasi isitma chiqqanda, ichak kasalliklarida qonni tozalovchi va ko'paytiruvchi dori sifatida ishlatiladi. Mevasi yurak mushagi qisqarish quvvatining susayishini davolashda yaxshi natija beradi. Oqtutning quritilgani ham xuddi shunday shifobaxsh ta'sirga ega. Mehrigiyoh. Ushbu giyohni tomir kengayishida uzum sirkasi yoki sharbatiga qo'shib 20 kun 2 mahal surtib bog'lansa foyda qiladi. Moshli taomlar organizmda yangi qon hosil bo'lishiga yordam beradi. Makkajo'xori qon tarkibida moddalar va to'qimalar nafas olishi, o'sishi hamda qayta tiklanishida, qonda gemoglobin hosil bo'lishida qatnashadi. Limon. Limon bargidan tayyorlangan damlama qon bosimi ko'tarilgan paytlarda uni pasaytiruvchi dori sifatida ishlatiladi. Buning uchun yarimta limon maydalanib, 1 stakan qaynoq suvga solinadi va 1 soat tindirishga qo'yiladi. Suzib olingach, undan kuniga 2-3 mahal 2 osh qoshiqdan qon bosimi mo'tadil holga kelguncha ichiladi. Salomat bo'ling.